Asamga tegma, dıg'dat ayasi. Men bu uyda erkakmanmi? Aytganim bo'ladi, big'illatib qo'yaman, tushundingmi? Ha, das tinchlikmi? Nima bu o'tirish? Turyonningizdan musorlarni tashlab keling. Nima mana bo'yningizga taqir-tuqirlarni ilib olgansiz? Sendek xotinga chidab yashayotganim uchun ayasi, mahalladagilar oltin ko'payib berishdi menga. Sotaturin, big'illat-saturin. Beparasa to'g'an bilan zo'r urishyapti mana shu bola onangnemga. Adasi, nima ovqat qiling? Osh qilaver ayasi. Chachidan tot, tishlab zo'r bo'lmasam, tishlab. Osh? O'zi kecha osh yedi-ku, adasi. O'nnim bo'lmasa nima so'rayapsan? Bor eshikka qara undan ko'ra. Yo'q, mani yurimi? Ha, dalillari ham bor. Adasi? O adasi! Ha! Chorshanba kuni kechasi soat 2 da Shuhrat Perekrovskiyda nima qilyapsiz? Qaysi chorshanba ekan-a? Ayasi, men shuhrat qilib borganim yo'q. Menga yolg'on gapirmay adasi. Rasmiy ham, videosi ham bor. Bering yoki dalilni? Ayasi, men senga tushuntirib beraman. Ras mujikman. O'sha kuni 2 da Shuhratga bordim. Yo'lda chetida bitta ayol bunday qildi. Qayerga borasiz desam, uyga boraman dedi. Yo'lda ketayotganda g'alati xushomad omuz gaplar qildi. Men davlenam bor, davlenamni ko'tarmang dedim. Xushomad omuz qilaverdi. Davlenam bitta ko'tarildi, ag'ini eslolmayman. Farishtam, jon ayasi, kechir meni. Ha, o'la, o'zingni keting, o'zing yoshlik. Tabar, radardan keluvdi. Radardan? Her radaringga la'nat. Bitta namunali oilani haramini chiqardim.